Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan rastakovka chek qilamiz. Birinchi marta meni vlogimga bu yangicha video. Birinchi marta o'zim marketdan narsa zakaz qildim. Yana bitta sinadigan narsa zakaz qilgan ekanman, ko'ramiz. Sizlar nima faqatlarni yaxshi ko'rasizlarmi? Nima faqatlachi? Shu faqatlachi yoqasiz. Shuning videoyimda bizga degan narsalar ko'p bo'ladi. Ko'p videoyim bo'ladi. Xullas. O'zim shu narsani oldim. Xullas bu marketdan zakaz qildim. Atpisaniyada qoldiraman. Lekin haqiqatan shu umolkasi zo'r ekan. Yog'li yuzligi zo'r tushar ekan. Ham yuzni tortish effektini sezdim. Oyijonim men ham ishlatib ko'rdik. Qanaqadir yuzimizni yumshoq qilib qo'ydi. Приятный bo'lib turdi. Menga juda ham yoqdi. O'zimga yozgi badanga SPF oldim. Buni qo'limga sepib ko'rdim. Juda ham yumshoq qilib qo'ydi qo'lni. Yog'i badanimda qolmadi, qo'limda qolmadi. Ya'ni juda ham zo'r narsaga hidi, lekin hidiga gap yo'q. Kokosovый hid ekan. Buni ishlatganlar biladi. Buni o'zim marketdan olsanglar bo'ladi. Bu artiklni atpisaniyamda qoldirib ketaman. Ikkalasiga 10 dan 10 baho bergan bo'lardim. Hatto zo'r narsalarga menga yoqdi.